Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Kecha shu oylarni, shu sinimizni yurak yetishmovchilik bo'yicha olib chiqqan edik. Kartalarimizni shubhali deb o'ylashib bank tomonidan hammasini bloklab, ilovagacha bloklab tashladi. Mana ko'rib turibsizlar. Keyin mana ko'rdinglar, bankka ham bordik, mana shunaqa eshitamiz, yo'q, bu yoq deb bir bo'loq to'g'rilab, mana arizalarni yozib, kartalarni ochtirdik blokdan. Mana shu ochtirganimizda summasini qanchaligini ham bilmasdik. Ochtirganimizda mana jami summa 68 million 900 dollar hisobida 5300 dollar bo'libdi. Mana 20 million, 40 million, 60, 68 million 900. Bundan tashqari bir Toshkentlik akamiz kelib 200 dollar berib ketibdi bizni sheriklarimizga. Bizni bir pensioner hojijonamiz bor. Alloh rozi bo'lsin, o'g'illari Amerikada ishlaydi. Har hafta 500 dollardan hisob qilyaptilar. 2, 3, 4, 5 haqlariga miskinning duosini oling deydi. Maqsadi shu oxiratda Xudoning jamolini ko'rish. Mana bu. O'zingizga qancha berdi hojijonlar? O'zimga ham 3-4 ta odam keldilar, hammasi 3 tadan dollar, 2 tadan dollar berdi, 7 ta dollar. 1 million so'm. 8 ta dollar, mana bu 7 tani qo'shganimizda 6800, jami 6800 dollar pul yig'ibsizlar bilan. Biz doim sababini qilamiz. Qaysi oilaga borsak, biz aytamiz 1 million tushadimi, 100 millionmi, 50 millionmi, buni Alloh berguchi. Bularni rizqi qanchaligini biz bilmaymiz. Bizni sinotib mahsulotimiz borda, tabiiy mahsulot. Sinim shuni bir ixlos qilib ichingsiz. Ayollar uchun genetik tomonlama kasalliklar bo'lishi ham juda ertalab issiq choyga bir qoshiq, kech payt bir qoshiq, xo'p. Hojona bu sizga. Immunitetini sezasiz, xo'p. Mana shu kelasiz sizlarga. Bizda Andijonda bir yaxshi insonlarimiz bor. Rizo kalbasasi juda ko'pchilik olib duo qilyapti haqqimizga. Mazasiga yo'q, iftorlikka, saharlikka bemalol iste'mol qilaverasiz. Sifatli va ishonchli kalbasalar. Buni ham sizlarga berib yubordi. Bizni videolarimizni tarqatishga yordam qilganlar, istoriyalarga qo'yib, mana ehson qilganlar, kartalarga tashlaganlar, uzoqda duo qilib turganlar, shu qizimni kutgani oson bo'lsin deb. Shular haqiga bir o'zingiz duo qiling. Siz duoingiz ijobat. Amin. Menga ehson qilganlar, O'zbekistonning qayerida turib, chet davlatdami, qayda bo'lsa ham nima maqsadda ehson qilib, yordam qilib, tarqatib videolarda tarqatganlarga hammasiga jannatlarni tiladim. Hech qachon qiynalishmasin, ular bizga o'xshab hech qachon qiynalmasin. Dard chekmasin, tan joni og'rimasin hech qachon. Mana shu ehson berganlarga ehsonlarini Allohim nima talab maqsadda bergan bo'lsa, talab maqsadlarni shirin yeriga Allohning o'zi yetkazdirib qo'ysin. Shularni yuritib, sizni mana sheriklaringiz ham, o'zingiz ham, tanijonlaringiz sog' bo'lsin, topganlaringizga Alloh barakot bersin. Payg'ambarimiz nomlari bilan tilayman, mana shu ukamga bir juftgina o'g'il bergin, men shuni tiladim. Allohim bir umr duodaman, Parvardigorim. Rahmat. Mana aziz vatandoshlar, bugungi payshanbalik haftamizni ham yopdik. Endi kelasi payshanbada ko'rishguncha hamma ehson qilganlardan, videoni tarqatganlardan, duoda bo'lganlardan aminlar Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Ramazon oyini ham hurmat qilmasdan mana bunday negativ yozayotganlar. Nima, endi bemorman deb o'ligiga ko'milib olish kerakmi? Kim aytdi bemor odam o'ziga qaramasin deb? Bu sinimiz bankada ishlagan ekan, o'ziga qarab yurgan. Birdan bemorlik bo'lib qoldi. Qo'yinglar. Bemorning dilini og'ritib, bemorning kuni siz boshingizga tushib qolmasin.